Assalomu alaykum. Mana erta tongdan yana bir fayzli xonadonimizga navbatchidan yakunlab berishga yetib kelganmiz. Bu manzilimiz Namangan viloyati Pop tumani Gurumsaroyga bo'ladi. Bu yerga bir taraflama односкатный, ya'ni orqa taraf tom tepasiga qotirilsa, oldiga stoykalarimiz bor, xorlarimiz bor. Shu holatda yarim osmon shaklida lazer gullardan foydalangan naveslarimiz bor. Ranglari ko'rib turgandek oq svetda bo'ldi. Patologlarimiz oq bo'lgan deyishdi va tepa qismi yodviy leksanlardan yopib beradiganmiz. Rossiyskiy firmani leksanlardan xohlasa mana shu joyimizga to'liq uстановkalar qilamiz. Sizlarga to'liq obzorlar qilib beramiz. Videoni kuzatib boringlar. Videoni oxirida narx-navosi va shu joyga necha pulga tushgani haqida va 1 kvadrat metr necha pulligi haqida ma'lumot beramiz. Videoni kuzatib boring. Bizdan uzoqlashmang. Naveslarimiz ham ishdan yakunlab to'liq egalariga topshirdik. Mikrofonimiz zaryadka tugatgani sababli endi sizlarga ekran orqali tushuntirib boraman. Navesimizni eniga bu stoykadan mana shu stoygacha joyimiz 920 bo'ldi. Asosiy joyi 8,5 metr joy yopib berganmiz. Hop, oldiga chiqishi 7 metr bo'lgan, orqa tarafdan oldi chiqish joylariga qaysidir joylari 6,5 metr, 6 metr, 5,5, 5,80 ga chiqqan joylar bor. Eng uzun joyi 7 metrgacha yopildi. Hop, orqa tarafini ozgina ko'tarib qo'ydik, havo aylanib turadi va ozgina old tarafga uklon berganmiz. Oldi ko'rinishlari ham lazer gulli dizaynlarda bo'ldi. Egalari xohishdagilariga qarab oq svetda qilib berdik. Chiroyli holatda chiqdi. Ya'ni bu korishniy svet leksanlarimizga mos tushdi va oldi tarafini ham ko'rishingiz mumkin. Burchak gullardan qo'yilgan. Bu yoq taraflariga ham xuddi shu gullardan dizaynni bergan. Bu oldi ko'rinishi. Bu yerlarga tarnovlarni qo'yib, bu yerda suv chiqadigan hududlarni qilib berilgan. Hop, yodviy leksanlardan foydalanganmiz. Rossiyskiy xohlasa kачествоsi, garantiyalari 15 yilligidan shuna xizmatga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. Bu manzilamiz Namangan viloyati Pop Gurumsaroy degan joyda bo'ldi. Xudo xolasa kimga shunday xizmatga kerak bo'lsa aloqaga chiqsanglar ishlarni chiroyli holatda qilib bitirib beramiz. Bu naveslarimiz 1 kvadrat metr joylarning razmerlariga qarab 600 ming so'mdan 850 ming so'mgacha chiqishi mumkin. Razmerlarni aytishadi, joylarni ko'rsatishadi, joylarning holatidan kelib chiqib turib narxlarni kelishiladi. Vodiy bo'ylab dostavka uстановkalarimiz mutlaqo bepul. Toshkent Voha taraflarga aloqa chiqadigan bo'lsa, dostavkalarga, uстановkalarga kelishigan holatda uстановkalarni bitirib beramiz. Xo'p, bitta naves sohasidagi xizmatlar emas, butun temir sohasidagi barcha ishlarni chiroyli sifatli qilib bitirib beramiz. Darvoza, perila, reshotka, ограждение, romga reshotkalar va naves xizmatlari, koziroklar hammasini sifatli holatda qilib, to'liq holatda ishlarni yakunlab beramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab faqat vodiy bo'ylab dostavka uстановkalar besplatniy bo'ladi. Voha taraflarga aytib o'tganimizdek, joylariga qarab, razmeriga qarab dostavkasiga kelishiladi. Ishlarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan layklarni bosib turib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa bundan ham chiroyli sifatli ishlar chiqarishga davom etamiz. Shu dizaynda yoqadimi yoki bundan boshqa variantdagi naveslar bo'ladimi? Kanalimiz orqali yoki bo'lmasa tepadagi belgilab qo'ygan kanalimiz orqali bemalol Telegram, Instagram, YouTube platformasi orqali bemalol ishlarimizni ko'rib, sifatlarini buyurtma berishingiz mumkin. Xudo xolasa ishlarimizni kraskalariga, sifatlariga, temalariga garantiyalari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.